Xo'sh yigitlar, xullas, bugundan boshlab sizlar oddiy yigitlar emas, ko'cha bolalari sizlar. Tushunarlimi? Tushunarli janob. Ajoyib. Bunday bo'lsa, xo'sh, qizil kiyimli bola, sen nima xezalakmisan? Jim tura olmaysanmi? Yo'q amaki. Jinursan, ahmoqlar. Hoy kulrang yigitli bola, sen hammani mana shu bino tomon olib kirasan. Nega men? Bo'ldi tushunarli. Ajoyib. Hamma mana shu kulrang bola kiyimli, ustoshnik bolani ortidan yursin, xullas. Jenursan, senlarga gapiraman deb o'zimni gapim esimdan chiqib qolyapti. Yur tez. Xezalaklar. Bular menimcha hech qaysi o'tolmaydi shekilli imtihondan. Mana shu xezalak, ayniqsa mana shu qizil kiyimga bola umuman yoqmayapti ko'zimga bor. Mana shu rechakni bos, ochiladi eshik. Bular ish qilib, mentlarga sotib bermasa bo'lgan landovrlar. Tezroq kelinglar. Tez kirlaring, nimani kutyapsizlar? Buni o'zim hal qilaman. Nega ang'ar? Kir tez. Yomon asabimni uzadi kamiga yomg'ir paytida. Jenarsan. Hay, landovrlar, hammang mana shu yerda qisibgina kutib turlaring. Hozir men bosni chaqirib chiqaman. Ajoyib, bos, bolalar shu yerda. Xo'sh, ajoyib. Bunday bo'lsa kutilmaylik. Bular nima tushlik qilib keyin chiqmoqchimi? Yo'ma, mana yerda biz yomg'irda qolib ketdik-ku. Demay qo'yaver, boshing baloga qoladi. Nima bo'lganda hamda endi biz hozir yomg'irda boshim ho'l bo'lib ketdi va nihoyat. Xo'sh, qadrdon bolajonlar, sizlarga gapni qisqa qilib aytadigan bo'lsam, qarorsiz sizlarga ikkita dori beramiz. Mana shuni sizlar maxfiy joylarga yasirib kelasizlarda, ili uni hech kimga qo'lga tutib qo'ymasliklaring kerak va yo'qotib qo'ymasliklaring kerak. O'zinglar telefoningga rasmga olasizlar, bizga jo'natasizlar, bo'ldi. Agar shu an yasirmasanglar, sizlar imtihondan o'talmaysizlar va haydalasizlar hammalar. Tushunarlimi? Xo'sh, ajoyib. Bunday bo'lsa o'zingizning telefonlar ham bor, hamma ham bilaman. Ana u yerdan doni olishlar mumkin. Xo'sh, birinchi bo'l. Hoy sen. Sen qarorti mana shu podvalga tushasan-da, senga anu jetel beradi dorini. Sekin ishni boshlaver. Tezlashinglar. Bizga natija kerak. O'zing ko'z quloq bo'l. Albatta, joy. Xo'sh, bolakalar. Sen boraver, tezlash. Xo'sh, ajoyib. Hammalaring ishni qo'ylatib qilsalar, bizni komandaga qo'shilasizlar. Anglaymasdan ishlarni to'g'ri qilinglar. Yo'q, birinchisiga shunchalik ham oson bo'ladimi? Albatta, Astrobik TVga obuna bo'lish kerak. Xo'sh, Telegramga albatta. To'g'rimi janob? To'g'ri. Xo'sh, ajoyib. Unday bo'lsa biz pastga tushamiz va salom janob Jitel yoki qishloqi villager balobattar. Siz menga dori berishingiz kerak ekan. Dori allaqachon qo'lingda. Meni janob Aleksis deb chaqirishing mumkin. Ajoyib. Bo'ldi, gap so'z bo'lishi mumkin emas janob Aleksis. Xo'sh. Omad. Rahmat. Xo'sh, shunday bo'lsa, obunachilar biz birinchi yo'mayo albatta sizni mana bu qurolingiz juda ham ajoyib ekan, shuni aytib o'tmoqchi edim va Astromik TV juda ham hammanglar nima bo'lganda ham qurolingiz zo'r ekan. Shu, bo'pti. Omad dedim-ku. Ha, rahmat. Xo'sh. Unday bo'lsa biz mana bularni qayerlargadir qo'yib rasmga olib kelsak bo'ldi. Bunchalik oson ish bo'ladi deb o'ylamayman. Endi to'g'risini aytsam, bu juda ham easy, menimcha hamma bolalar o'tib ketsa kerak. Bu menga вообще muammo bas, to'g'risi. Obunachilar o'zi sizlar bilan salomlashdimmi? Albatta, hammaga salom, sizlar bilan Astromik va meni yangigina YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Va biz bugungi birinchi videoyimizda men o'zim xohlayotgan ishni qilishni boshladim. Albatta bunga men juda ham qiziqaman. YouTube'da ko'rgan edim shunaqangi ko'cha bolalari degan videolarni. Men menga bular juda ham yoqgan edi va men hozir mana shunday ishlar qilib yuribman. Albatta hozir men do'konga kirib bitta kola sotib olaman. Yo'q, birinchi bo'lib mana bu birinchi anaqangini o'zimizni o'shanimizga yashirgandan so'ng keyinchalik sotib olamiz. Xo'sh, ajoyib. Mana shu yerga qo'yamiz va suratga olamiz. Xo'sh, birinchisi hal. Hoy bola. Nima? Kim bu? Jinursin politsiya. Salom janob. Bunima? Bu shunchaki mana bu. Menga qo'l ko'tardingmi? Hozir yetib olsam, ta'ziringni beraman. Sen iflosni. Avval yetib oling, xuddi toshbaqalardek. Salom qizcha. Xo'sh, xuddi toshbaqalardek sekin yurmoqdasiz. Hozir yetib olaman. Xo'sh, ajoyib. Ovozing ham past kelyapti. Jarqada qolib ketdi deb o'ylayman. Hozir mana shu yerdan shunchaki chapga burilaman va u sezmay qoladi. Xo'sh, ajoyib.
Xo'sh, ajoyib, xo'sh. Jidursin ahmoq bola yana meni cho'chirib ketdi. Baribir tutaman bularni bir kun. Tushingda tutasan, tushingda. Obunachilar, bu ishlarda men juda ham professionalman, chunki men YouTube'da juda ham ko'p video roliklar ko'rganman bu haqida va men bu narsalarga qiziqqanim uchun bu menga unchalik qo'rquv bermadi, lekin ancha-muncha Astronomic TVga obuna bo'lganim uchun, qisqasi Telegram kanaliga obuna bo'lganim uchun omadim keldi va adrenalin berdi. Xullas obunachilar, men bitta kola olib ichmasam, cho'ta tilim sepidan chiqib ketyapti obunachilar. Bu albatta charchoqdan, chunki kola ichishim kerak. Xo'sh, assalomu alaykum janob, nima $10 qo'lingizga cho'g'apsizmi? Kerak emasmi? Men mayli. Xo'sh, bitta kola olamiz. Ajoyib. Janob, bu kola necha dollar edi? $5. Xo'sh, mana sizga $5. Hoy, bo'lsa sog' bo'ling, bratan. Xo'sh, rahmat bratan. Xo'sh. O'zidan kichkina bo'lsa ham bratan deydi. Pul nimalar hal qilmaydi. Yo'q, mana xo'sh, ajoyib. Bunday bo'lsa biz oxirgisini qayergadir yashirishimiz kerak, lekin mana bu yerdagi dorini aytgancha politsiya olib ketmadimikin? Menimcha agar olib ketmagan bo'lsa, sirasi urganimdan keyin bekorga urmadim, chunki menga fokusini qaratib, mana buni olish esidan chiqib qolsin dedim. Va nihoyat olish esidan chiqib qoldi. Har doimgidek taktikalarim ishlab kelgan va bu safar ham ishlab keldi. Bu juda ham ajoyib obunachilar, chunki men politsiyskiy buni olib qo'yganda hozir men imtihondan o'tolmasdim va qolib ketardim. Bu meni IQ darajam ishladi va politsiyskiy sirasi urdim, fokus menga qaratdi, men orqamdan quvlab ketdi, lekin mana buni olish juda ham politsiya ahmoq politsiyskiyda esidan chiqib qoldi. Endi shunchaki bunga ishonchliroq joy topishimiz kerak. Boshqa u joyga qaytib tashab qo'yganimizda u qaytib kelib olib ketgan bo'lardi. Lekin albatta u joyga biz ahmoq biz qo'yib qo'ymaymiz. Shuning uchun yangi joy topishimiz kerak, yangi lokatsiya. Xo'sh, qayerga yashirsam ekan? Menimcha mana bu o'ng tomondagi domlarda hech kim yashamas edi. Mana shu oynagini sindirib ichiga tashlab qo'ysam, menimcha hech narsa qilmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, hali chala bitgan, remonti ham bo'lmagan uylar bular. Hali hech qanaqangi mebellari ham yo'q ichida. Xo'sh, mana shu yerda bir chekkaga tashlab qo'ysam, o'sha 1 soatga qolmasdan olib ketsa kerak deb o'ylayman menimcha. Albatta yaxshi. Xo'sh, bo'ldi, birinchisi hali, endi ikkinchisini qayergadir qo'yishim kerak. Lokatsiyasini yozib qo'yamiz. Bo'ldi, rasm oldim. Birinchisi hal, endi ikkinchisini qayerga qo'ysam ekan. Xo'sh, menimcha mana shu tomonga yurganim yaxshi. Bir-biridan plus minus 100 metrdan 1 kilometrgacha uzoq bo'lsa, unchalik zarar qilmaydi. Menimcha mana shu daraxtga qo'yganim yaxshi, chunki o'rtada turibdi va atrofida hech qanday daraxt yo'q. Bu albatta shubhalanadi. Undan ko'ra mana bu qandaydir uzunchoq daraxtlarni tagiga qo'yganim ma'qulroq va u yerga yomg'ir ham kamroq tushadi deb o'ylayman-da. Bu yerga deyarli yomg'ir tushmaydi, ko'rishingiz mumkin. Bu yerga tashlaymiz va rasmga olamiz. Bo'ldi, все, такое это. Mayli o'zbekcha gapirishimiz kerak. Obunachilar, uzr albatta, sorry deb yana inglizcha so'z tiqib ketyapman. Albatta uzr so'rayman obunachilar. Bundan so'ng faqatgina o'zbek tilida gapirishga harakat qilaman. Albatta videoyimizni 8-minutiga kelib qolibmiz. Shuning uchun agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga ham juda ham kattakon rahmat va mana bu ekraningizdagi misolni javobini yozib qoldirsangiz kommentariyaga juda ham xursand bo'lgan bo'lar edim. Ajoyib, mana bu boshdan legenda ekan. Nima eshik, nimaga Minecraft baglaridan biri shekilli. Nuhatiya yopib qo'yamiz. Janob, men bitirdim ishni. Xo'sh, Bosni yoniga bor, bosni. Xo'sh, ajoyib, bosni yoniga bo'lsa, bosni yoniga-da, lekin yomg'ir ovozi juda ham baland. Nima, yigitlar uddala olmadingizmi? Afsuski yo'q. Xo'sh, hammanglar uddala olmabdi, ahmoqlandi bu. Assalomu alaykum janob, men hamma shu bergan ikkita dorilaringiz hammasini muvaffaqiyatli tarzda yashirib qo'yib rasmga olib keldim. Hattoki politsiyachi chiqqan edi, lekin uni ham hal qildim. Hech qanday dorilar yo'qotishlar bo'lmadi. Hammasi a'lo darajada. Voy bolaginam, sen legendasan boru. Mana shu mukofot sifatida senga JTga kirsang pul ham beradi va mana bu yerdan xohlagan qurolingni olishing mumkin. Vo, ajoyib, lekin mana bu oynangizga вообще besh ketdim, chunki tashqaridan ichkari ko'rinmaydi, ichkaridan tashqari ko'rinadi. Legenda, menimcha mana shu turbani olganim yaxshi. Yaxshi tanlov, sening yoshingga mos va oynaga kelsak bu qimmatidan-da, senga ham nasib qilsin. Rahmat. Mayli janob, xo'sh, bolalar, men o'tdim. Tabrik, lekin biroz hasad ham qilyapman.
Mayli sizlarga ham omad, xo'sh, ajoyib hasad qilarmish, ajoyib. Hasadidan nima o'zgaradi, to'g'rimi? Janoblar, men aytdim, tabrik. Rahmat, rahmat. Xo'sh, salom janob Aleksis janob, men o'tdim va siz bossiz pul berishingizni aytdi. Ajoyib. Menimcha birinchisi sen bo'lding. Qolganlar hali kelmadimi? Yo'q, qolganlar uddalay olmadi. Unda sen legenda ekansan. Tabrik, mana $100. Wow, ha, ajoyib, rahmat. Xo'sh, mayli janoblar, men ketdim. Mayli omad. Xo'sh, mana bu tomondan chiqib ketaman, chunki uyimga yaqin. Mayli yigitlar. Mayli. Xo'sh, obunachilar, $100 juda ham ajoyib obunachilar. Bir kunda men bekorga bu ishni tanlaganim yo'q, chunki mayli obunachilar, albatta keyingi videolarda bundan ham qiziq voqealar bo'ladi. Shuning uchun hozirdan obuna bo'lib qo'yinglar, hali ko'p politsiyachilar ahmoq qilamiz. Video oxirida eslatib qo'ymoqchiman, bu hech qanaqangi targ'ib qilish emas. Bolalar, sizlarga bularni umuman tavsiya qilmayman, chunki bu oxiri yaxshi bo'lmaydigan ish va umuman bo'lmaydigan ishlar. Bu shunchaki ko'ngilochar kontent va hamma voqealar to'qima. Shunchaki sizlarning kayfiyatingizni ko'tarish uchun shunaqangi video rolikni suratga olib sizlarga namoyish etmoqda biz. Maqsadimiz shunchaki sizlarning vaqtingizni yaxshi o'tkazish. Bu hammasi to'qima va umuman sizlarni bu ishlarni qilishni tavsiya bermayman.